Mush qo'y degan gapni olsam shunda qo'qaydigan yuraklarim putqilamda jon qolmaydi qolib qoldim qaranglar ekitib qolammi bir yerlarga deb. Mush xirson qilishdimi qo'rqdim olib qoldim hozir yurgim pok og'zim deganni shu to'xtmay yarim soat chayqab tuz so'ldiribmi yoga bormi qo'llarimni tiqib oshtaqib chiqibmi yana mush 3 kun uda xirson qilib men o'ttiranchi kunimda qo'yga yo'liqib qoldim qaranglar ma 2 kunim saq ma o'ttiranchi kunga nima kirib olganda bu qo'y qistirilib desam men yo'q. Şunlaşqa bugun yana ma 4-kuni xirson deb ketdikan. Men xirson qizmay turibdiray, mijozim yo'q, og'rib qoldim desam, siz qo'y chiqmisiniz, xirson cho'qim xirson qizsiz. Xirson qizmaymiz deysiniz, ishingizga qo'y deb chaplab qo'yma deydi. Bo'pti, qo'y deb chaplab qo'ying, men uyda deb ma'rab yotaveray. Uyda. Aş deb yotganlar bilan billa deb shu qo'y olib yotdim uyda. O'zim qo'y qilib olib yotdim qaranglar. Ya Allah, ya qo'y chiqqandan keyin biraqli qo'y chiqmaydi ekan, ya saq chiqqandan keyin biraqli chiqmaydi ekan. Bu orliqlarga nima qistirilib oldi deyman bu qo'y. Qo'yga shundoq omraqdim qaranglar. Mush yaqin yozi qo'y desa yurgim qartliq qiladigan bo'ldi qoldi qaranglar. Qo'y degan bu gapmi? Odamning kim shu odamni bir sarosimga selvat kerakli bir gapga aylanib qoldi qo'y. Oyjon, butun bir Shinjongni qo'y viskatdi hozir qo'y viskatdi. Qo'y. Hammamiz qo'yga aylanib uyda yetib ketib boramiz. Yana nurg'ularimiz qo'yga aylanib nanalarga, mashinalarga besilib yo'tkavyapmiz. Qo'tallarga. Qachon tuga bu qo'ylar? Men ishdan chiqib olsa qo'y go'shti yeyishdimi qo'rqib qoldikmi? Qo'yni ko'rsakmi qo'rqadigan, joyimizda turib ketib qoldigan. Qo'y. Deplam joyimizda turib ketib qoldigan bo'lib qolgan o'xshaymiz vallah. Sizlar shuni o'qib boramsizlar, yo men shuni o'qib boramdim. Ishqib qo'y degan gapni qo'rqadiganlar bo'ldik odam. Hammamizning ishiklari qo'y bo'lib ketdi hozir. Qo'y bo'lmasaqmi o'zimiz qo'yga aylantirib olib boramiz hozir. Bo'ldi qo'y deb chaplab qo'yib turgan hemen xirson qilmaydi turaydi. Sap misaq güsmasdak men naqsh etib kulib yurgan odamlarmi? Shundaqli xirson qiz qo'y chiqib qelyapti. Bu qo'y degan narsa jab orishib oldi bizning bu turmushimizga. Nereden keldi bu qo'ylar? Qo'y degan bir yaxshi bijimdi asli. Shundaq bir qo'rqinchli bijimga aylanib ketdi bu qo'yma hozir. Bo'ldi mushinchilik so'zlab turay juma vallah. Chiqib chikitib qolma juma men. Chikitib qolma, saq salomat chikitib olsam bo'ladi ishdan. Xayr xo'sh, aman bo'linglar chiqib. Siz bo'lsanglar bir saqroq o'tirib turanglar chiqib. Ma ichki kuchlik odamlar so'zlab qoladi ekan juma hamdi. Ma ishchimiz kuchlik tug'ilib qopti ekan. Amal yo'q ekan bu ishlarga. Chiqib